Hozir ertaga to'g'ri qo'yganimizdan keyin shuncha mehnatimiz moy jigarlashib ketibdi uzoq-ku. BMW korobkasi ham aqlli. Hozir motor shundoq tayyor, faqat sensangiz bo'ladi, to'g'rimi? Skupoy platit дважды deydi. Rostdan ham skupoy platit дважды bo'ldi hozir. 46 BMW ni kupesi aynan original turibdi mana bu akalar. Bu mashina sotiladi. Nima deb o'ylaysiz? Agar shuni men ko'rch qilib olsam, 7 million, ya'ni drift uchun. Bu yoqda 30 turibdi, bu yoqda yana ikkita BMW. Qarqiyamizdan topib turib, ichkarida ko'rsatamiz. Bitta ochiling, bundan ochiling, ichini. Simlari уже bo'ldi pashti ichidagi provodkalar ham. Menimcha ozgina ishlar qoldi mazza ekan. Azizga ham ya'ni provodkalar ham polni o'zgaryapti tushunishingiz uchun. Ichkarida mana shu sistema o'sha BMW ning o'ziniki qoldi, lekin provodkalar yangi bor. Ya'ni boshqatdan noldan yig'ib olganmiz, chunki 3UZ qo'ygan paytimiz ichkaridagi BMW sistemani ko'pchiliklar ham qirs u yoqdan bu yoqdan kesib dars vaqt tejashgan. Xolos u ham yangi bo'lib ketadi. Siz mashina noldan yig'ilyapti desak ham bo'ladi. Chunki kuzovnoy ham pashti bo'ldi-da, sababi mana shu polni vaqt olib mana ko'rib turganingiz ham zavod bo'lgan mashinani. Haqiqiy. Endi proyekt maromiga yetyapti. Nima bu? Turishga. Hop. Bu yomon deganim bu. Hamma turishga juda ko'p. Og'irlik ham ko'rim. Hozir ertaga to'g'ri qo'yganimizdan keyin shuncha mehnatimiz. Lekin masalan, man buni Endi qancha yurishi noma'lum. Hozir uni 1 oy yuradimi, 2 oy yuradimi, 2 yil yuradimi, 3 yil yuradimi, hech narsa deya olmaydi. Hozir buni yoki. Ertaga yo mana hozir $250 yoki $300 qochamiz-da, ertaga 2 oy, 3 oydan keyin yechib qo'yish o'ziga undan ko'p pul ketib qoladi hozir. BMW korobkasi ham aqlli. Hozir motor shundoq tayyor, faqat sensangiz bo'ladi, to'g'rimi? Ishlar bo'ladi. Yuvib tozalaysiz. Yuvib tozalab qo'ysa bo'ladi. Bu proverniy narsa demoqchiman. Roliklar hamma narsasi yangi bo'lib ketadi. Remen, rolik, qisqasi ashi ko'p narsasi yangi bo'lib ketadi. Расходникlar hammasi yangi bo'ladi. Padushka. Ko'rdim men. O zavodga mashina o'ralgan. O'shaning uchun ana polni o'rab chiqqani yo'q. Bunaqani bu anaqa, bunaqa izolenti topa olmaysiz. Bu немецкий izolent o'ragan. Hal bor. Skupoy platit дважды deydi. Rostdan ham skupoy platit дважды bo'ldi hozir. Opit yo'ligidan. Opit yo'ligidan bo'lgan. Endi bu yoqqa o'sha nima proyekt qilsam ham, nimani qilib bo'lsa ham shunaqa. Qilgan odamlar masalan Mercedes'ga bilmayman. Aqlaman bilmagan narsani qilaman. Pulaganni puli otilib urish kerak emas. Xolaganchini urish kerak emas, tushunmagan narsalarni tashlash kerak. Ya men o'zi boshidan ham ko'rch xolamagan edim, o'zi endi bu yoqda Xudo xolisa. Maza qilib, minib, ana shahar aylanib, bu mashinalarni yoshligini eslab, kayf ko'radigan mashina bo'ldi. Bu hozir mana yangi, men qo'l tegishkasini tushundim. Nima yig'ish uchun odam sabrli bo'lib bir 5-6 yil umrini ajratish kerak ekan aka. Ya, men aytmoqchimanki, ana eskiroq bitta Gentrani olib yig'ish emas yoki bitta Nexa'ni olib yig'ish emas-da bu. BMW yig'ish bu akalar ishoninglar. Oho, finansiy tomonlama aytmayapman men. Umuman narsasini topish, sabr qilish oson narsa emas. Shuning uchun ana ko'chada bitta zo'r BMW ko'rib qolsanglar, tunni BMW ko'rib qolsanglar, bilingki, u odamni bir 10 yil umri ketganda unaqa qolish uchun bor. Точно 100% shunaqa bo'ladi.